uchun xizmat qila olganligimdan intayin xushalman. Men do'stinglar Shamsiya Abaydullah. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Men sizlarning yaqin do'stinglar Tahir Tursun. Assalomu alaykum Nova programmamizning qo'llovchilari. Men sizlarning yaqin do'stinglar Ramina Isan. Aldı bilan bizning hurmatli bağlıqçılarımızı tanıştırıp ötümüz. Bo'ladi. Ataqlıq naqshchi, kompozitor, san'at tadqiqotchimiz Abdulazrim Erkal apandim qarshi olamiz. Şinjan Muqam ansamblining davlatlik birinchi darajalik artisti, ataqlıq naqshchimiz Dilshod Raydin apandim qarshi olamiz. Şinjan San'at instituti Muzika fakultetining naqsh o'qituvchisi, magistr aspirant Hamroydil Abduqodir muallim qarshi olamiz. Unda qo'sa taraqqiyot vakillarini tanishtirib o'tgan bo'lsak, Nova programmamizga qadam tashrif qilgan, yaxshi nomerlar bilan ko'pchilikning yaxshi ko'rishiga erishib, haftalik oylik cho'lpan bo'lgan mahirlarimizga berilgan mukofotni aytib katta. Haftalik yulduzini mukofotlaymiz. Ikkinchi bo'lgan mahirimizni Şinjan Luqman Hakim Biyopan Texnik şirkati ishlab chiqargan 800 yuan qiymatidagi xalqaro GNP o'lchimida ishlangan oqsil talqini va ko'p xil vitaminlik oqsil talqini bilan mukofotlaymiz. Aylık yıldızımızdan mukafati texmi esil. Aylık yıldızımızın Şinjan Muallim Elektron Fen Texnik şirketi işlep çıkargan Android ahli iqtidarlıq Uygurca məşğulat sistemimiz qo'llanilgan köp tillik lug'at izlash, o'tir boshlang'ich maktab darsliklarini chakma o'rganish, yandash mashq, sin darsxona qatorliq mo'l o'rganish iqtidoriga ega Muallim Belihbat bilan mukofotlaymiz. Belihbat. Yıllık çempiyonumuzda diyarımız Altın Zıbızna sahasındaki Bayraktar Karxana Şinjan Baxtiyar Zaygatçılık tükünü uzundan beri özünü qo'llab kelayotgan kan xalqimizga rahmat aytish yusidan Nova programmamizning yıllık çempiyoniga bir avtomobil sovg'a qiladi. Şinjan televiziya stansiyasida o'tkazilgan turli cho'ng tipdagi san'at kechiliklariga nomer qatnashtirish sharafiga erishalaydi. Demak, Nova programmamizda nurg'unlagan cho'lpanlar qanot qiqib chiqadi degan gap. Albatta biz shunday bo'lsak tilakdoshmiz. Undaqda musabaqamizni boshlab ketamiz. boshlab ketaylik. Nova programmamizning tunji o'tkiliga o'tib ketamiz. Nova programmamizning tunji o'tkili. Marhamat. Güzellik için muhabbet bağlısın her kim. Güzellikten kessin yayrab yüreğim kalbim. Güzellik için muhabbet bağlısın her kim. Güzellikten kessin yayrab yüreğim kalbim. Aldıqdan ko'pchilikka bir salom berib olsiz. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, ekran oldidagi televizor ko'ruvchilar. 1-nomerlik Mayir Muxtarjon G'olibdan hammanglar o'tliq salom. Hozir shu Urumchi Monkey studiyasida muzika akkordlashtirish, ovoz ilish xizmati bilan shug'ullanaman. Bu kasbda tarbiyalanganmi yoki o'zingizning mushjati ortiqchiligingiz borligini bayqab, mush tarafga qarab to'g'rinib beryapsizmi? Men de kichigimdan elektronlik realchi nimqancha 8 yosh vaqtdan boshlab o'rgangan. Keyin
toluqsiz o'tirmakdan bitiriblar, aning keyin shu ustozim Asqar Qurbondan shu muzika akkordlashtirish o'rganib quvvat qilib hozir 6 yil bo'ldi. Ha, Navoning sahnasi xil bo'lamdiki? Yo'q, Fayzga. Feyzim. Feyzga eng muhimi bir illiq sahna. To'g'ri. Shundaqmi? Shundoq. Qutlaymiz sizga. Aramag'ash turing. Undaqda 2 nomerlik mayrimizni sahnamizda taklif qilamiz. Marhamat. Marhamat. Rahmat. Aldı bilan o'zingizning salomini ko'rganlarimizga yo'llaytamsiz. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Kechliklar xayrli bo'lsin. Gulfiyadan sizlarga o'tliq salom. Siz fikringizni naqsh etishni yaxshi ko'rasiz, shundaqmi? Shunda. Shu kasbda o'qiganmi yoki boshqa kasb? Ya materialni ko'rsam o'qimatgan bo'lgan. Ya, men o'qimagan. Chunki opam kichikimdan naqsh etadi ekan, to'q opamning ta'siridan men shu naqsh etish qiziqib, opamdan o'rganib shu navo sahnasiga o'zimni bir sinaylab keldim. Unda bo'lsa siz bu naqsh kasbini o'qimagan bo'lsangiz, qaysi kasbda o'qidingiz unda bo'lsa? Men sestralik kasbida o'qigan. Ha, nima oppoq yo'nakdan kelib chiqdiysan deb turibsan. Keyingi bosqichlarga o'tish ishonch bor. Ha. Ha, deb bo'shroq chiqib o'tirdi gap. Ha. Bo'ldi, unda bo'lsa sizga omad tilaymiz. Rahmat. Rahmat sizga, ko'p rahmat. Bo'ldi. Unda xo'sa cho'ng ekrandagi nomerlar to'xtamasdan Aylansin. To'xtasin. Talaylik abonentimizning telefon nomeri 157 19 Yig'nova 53 74 muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Albatta sizga ko'ngil sovg'imiz bor. Sizning Shinjang O'g'izxon shirkati ta'minlagan Adlan maxsus ichimligi er ayollar quvvat talqini va O'g'izxon matonlari bilan mukofotlaymiz, qabul qilamiz. Muborak bo'lsin. Unda xo'sa yana bir talaylik abonentimizning telefon nomeri to'xtamasdan Aylansin. To'xtasin. Yana bir talaylik abonentimizning telefon nomeri 135 79 Yig'nova 59 79 muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Sizga ko'ngil sovg'imiz bor. Sizning Shinjang Jonan Sudi chekli shirkati ta'minlagan Shakila markali attir va Shakila grim buyumlari bilan mukofotlaymiz, qabul qiling. Muborak bo'lsin. Xo'sa, bizning 3-nomerlik moyirimizni sahnaga taklif qilamiz. Bo'ldi, qani, marhamat. Marhamat.
sen diyarım, fəxrim sən mənim. Dilimdeki istek arama, bəxtimi sən mənim. Ata qıldın vücudumğa quvvet casaret. Royimi sultan senin de, təxtimi sən mənim. Ana yurtum, güzel yurtum, avat makan. Güzel yurtum avat makan. Can anam de kadirlep suymen seni. Tuğlarındın ahiride vücudunda kan. Bırakın singip ketken ecdadim ceni. Ana yurtum, güzel yurtum avat makan. Sularındın ahiride vücudumda kan. Bırakın singip ketken ecdadim ceni. Ana yurtum, ana yurtum, sen diyarım, avat makan. Ana yurtum, güzel carım, avat makan. Ana yurtum, güzel Şincan, avat makan, avat makan. Xush kelibsiz Qaşalınız. Xush kelibsiz. Aldı bilan o'zingizni bir tunishtirib, ko'pchilikka salom berib degandek. Assalomu alaykum. Hürmetli, kadirli tamaşbullah. Ben Kuchanoya, Muqam yurti Çimen Bazır'dın. İsmim Toxtqayım. Özüm Diyxan heveskar. Senetke şunda bege heves kılıyorum. Rahmet. Şu hevesini tutup kişilen geldiniz bu navaga. Ha, şunda oldu. Vay Yatızlık şöyle baş bir boğunç verip ketken çıkımda kalemli defter yani çok sevadım şu. Şunda oltuğunu yüzüp gittim. Xiyalım bir nas geldi yüzüp gittim bilmeyiz sizip gittim bazı ezip gittim. Şuna basın. Yüz gitme. Ben Etiniz yüz işler gitme. verip kalan damaganca ahang işlemsiz ya ki tekst yazamsız. Aldı da ahang ne? Nay degandek ahang ne? Bunda işe жүріп näşip ki iniş geçya ki tabii başladı. Ketmeni maç udardı çıktı. Bakalım. Men bir savolni sorgum keldi, tuyuqsiz qizib qoldim. Mushu dehqonchilikdan sizning mahsulotingiz boshqalarga qaraganda, masalan, selishtirsak sizning yaxshiroqmi yo? Azgar çıkar. Herhal işe yettim o näşpitim ba 40 ming 50 ming näşip satıma. Jami işe 18 mayırım var. 18 mayırımda 70 ming 80 ming kirim qılıma. Faqat men erishmoqchi bo'lgan javobim atrofdagi boshqalarga qaraganda sizning sal yaxshimi demoqchi. Normal. Menenkidan yaxshilari var. Men taxma nay bilan bo'lib ketib taxsalma. Endi cevap. Ben çıkı, yılqı ketmeni udar bilen çapma dediniz emasmi? Şu udar bilen çapsam önümü sel usul yaxshiroq bularmi kelib şunu so'ragandim savolni. Oniki chiqish maslahatimi? Herhal chiqish maslahat yaxshi. Darhol xotni shunday yaxshi yetkazingizmi? Yaxshi ya daga. Shu etizdan shunda aylanib ba'zida hamda ba'zi bir epizodmi hamda bunday yezib qo'ymoqchi hamda havosi var hamda. Şu yezib dadishoylarni paylatda qatnashsam bo'ldi deb 1 kunlik ashrimni ko'tarib berib qatnashima. Turmush qurdi. Nima qatnashsam Bunda kentimizniki hamda kent faoliyati, yez faoliyatida o'zaro ham ko'ngil xush qildi. Naqsh etib, it o'tirib Kentlar ara shuningda tushimiz, yezlar ara tushimiz. Kenishga uni buni birda shunimiz rahmat deb kundagi qiziqishligim eshib. Nava programımızga mı kinişki berdi aylık haftalık şulpan bolsam. Siz endi kinişkini dep keldingizmi yoki qanday maqsadingiz bor programımızga qadam tashrif qilishga? Rost gap qilsam biz bahosh bo'ldik kelganingizdan. Shundoq
Suyumlik yaxshi gaplarni qilib berdingiz. Qarindoshlardek mungdashlik sizga utuq tilaymiz. Rahmat aka. Rahmat. Menimcha 3-numurliq Mayri birinchi o'rinda ekan. Xo'sh, undaqda eng oxirgi tanlash huquqi yana naq maydondagi tomoshabin do'stlarda qo'lingizga elektronlik bilet tashlashni elib, o'zingizlar eng yaxshi ko'rgan mahirga bilet tashlashni boshlasanglar bo'ldi. Bilet tashlash jarayonida o'zingizlar yaxshi ko'rgan mahirning rad numerini to'xtamasdan o'nlik ovozda to'lsanglar bo'ldi. Bu balkim uningga omad olib kelishi mumkin. Qanundaqda bilet tashlash Boshlandi. 10 Mayirlarning ismini to'xtamasdan taqasanglar bo'ldi. 8 7 6 1. İkinci basqıçımızga muvaffaqiyatli qadam qo'ygan mayirlarni qizg'in tabriklaymiz. Tövenge tushib, ikinci basqıçga tayyorlik qilsangiz bo'ldi, marhamat. Aka birinchi o'tgandan keyingi o'tganga ma'lumot qilishi mumkin deganlarni o'ylaganmidingiz? O'ylagan. Lekin men ishonchim bilan kelgan endi qanday bo'ldi? Buning endi sen söylemesen ish gap emas, el söymese alim xarab deb bosh chiqa parvoyimiz. Nim deydi qanday bo'lsin qat nazar sizga xushalik tilaymiz adan. Yana qatnashsangiz bek xush bo'lib ketadi, o'ylashib yaqin qilamdi. Rahmat sizga. Rahmat sizga. Rahmat. Undasa programmamizning ikkinchi o'tkiliga o'tib ketamiz. Nava programmamizning ikkinchi o'tkili Parvoz.
yetti berkenin derdi Köpe sevdim köngülünde şaşılır Koyulmayla nur tolunsun bärine Лучше, чем вчера. Voy, ovlajanma? Ha, men. Nada? Uydugu. Mamanda ishtiyadash. Ha. Aman nova programmasiga qatnashay deb tizimlatgandangmi? Ha. Shuma qarindoshlar degan nomerga berib, masaj programma deb telefonga. Obdan bo'pti, og'ayna. Dabtutda badu? Ha, ba. Unda bo'lsa dabtutdan 50 badash dik bilimga chiqingmi? Ha, hozir boray. Ha, ma'qul. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kelaman. Ishlashmi? O'tiramiz. Ha. Og'ayna, bu nova programmasi qatnashsa qancha pul oldi-ki? Pullanmaydi-ki, haqsiz emasmi? Haqsiz? Ha, sizlar bizdek havaskorlar uchun nihoyat qulaylik obdan kadash pullanmaydigan ish bilan emasmi? Rost obdanki. Qanday tayyorlik qilsa xulosh shu, ha. O'zingning she'r o'qish shunday fayzingli bor-ku. She'r o'qisak bularmi? Bularni adam tillamagandiki. O'qibaqaymi ya? Ha, bir kublik o'qibaqla. Güzel Şincan kucağının sayahatning iyi bar, caranlık hem yakınlık, nəğmina var ki bar, güzel Şincan diyarım, şuy purak çaşkısı, milletler ittifaklığı, nengüronak tapısı. Hep belli. Mana maşir bulduk ya adaş. Bulandık ya? Bulduk ya. Evet adaş, sil dastan bilirsen o. Azrak bilme. Ha, azrak olsun dep yakınma. Bula mı okusa? Bula? Ha. Tayarlık attan kim buldu değil mi? Ha. Dost birader detmelle. Dost yar bulup ötkelle, kılgan bolsak menmellik, ötken bolsa sevellik. Ketirin yurttaşla, dostlar hem kırındaşla, muşun havanın sahnesi de, dap tuttani çalay deymen. Dostlarını hoşal gelip, köngünü alay deymen. Hissiyatın kızıl çoğu bulup, uçup gitti havaga. Sizden biz bir haveskar bolsak mı? Tayarlık kılvatınız bana navaga. Ağine. Ha? Bu senin okuvatkınala gımpı mı ya ki usul mu ya şiir mi bu? Təsiratlık, hissiyatlık, obrazlık okupak edip okupaktır. Mandaktanla, ondak olsa şu təsiratlık, hissiyatlık, obrazlık şiir oldun. En bir kuplat okupakla. Ha. Nimi digen bağrı ıllık eminden güzdelim ettiğim, o köplep bilim ögetti, o bizge ulluk mu ellim mu ellim. Hay 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 hay. Ha? Vay bu andı disko çıkattım go. Şok çıkar mıkin de. Hey ağine. Vay sınlın mındak. Hakiki milli sazga mındak dap tuttağı çüşkidek, milli ahangı çüşkidek şiir koşaklarını yok mu? Tutturmadaş. Maşirli bir kürpek kıladaş. Dukkun pesi kilemkinden ne ma o? Ha, şu bedi kegidek ya. Bir küplet okupakayım ya. Ha, okula. Voy. Ha? Aşı dukkun perdige müjdan çalımız var. Ha, ustasız, çalalaysız, babız cip cip çalsız çiliğe vurdu. Ha, oturup. Kürüyorum adaş, hoş avazlı koksak yakışıklı dayma bu yakışıklı. Kübletçe kürü oldu mu da? Ha. Bunda şok bir pek çalıştınız ha. Başladı. Ha. Kahretanda sokakta, apaklarla çeçilgan. Kahretanda sokakta, apaklarla çeçilgan. Vaktiyenin vakti da, miskin günün eçilgan. Vaktiyenin vakti da, miskin günün eçilgan. Şeker mi sakın mı sen avat? Güzel Şincan diyarım avat. Şeker mi sakın mı sen avat? Güzel Şincan diyarım avat. Vaktiyenin nuridin, Lütfü şefkat
çeçildi çeçildi Partiyanın nur yedi Nikişette çeçildi çeçildi Yeni benge yürüştün Daldan yolu eksildi içildi Yeni benge yürüştün Daldan yolu eksildi içildi Şeker mi sen avat Ye güzel Sincan'ı yarim avat Şeker mi sen avat Ye güzel Sincan'ı yarim avat Acayip Ya Allah Hakikaten şoknak şoknak Rahmet. Girip arabamızda ettirelim sizlerce. Belli girişler. Hey ağine Muş tayarlığımız ne? Nava kapırıp başı rejissörla kılım bir kösüp bakmayımız mı? Hep belli adaş cingak kıldın lan. Ondan sonra hazırlı mağamdık ya. Mağalı Mağalı emsi. Uzun tünleri uzun tünleri Çin çıraklı nur çağlı kulağımız Benim canıma Bana çiçek dastan eyti Aslanmaydı Çiçeklerinin bir gece hikayesinden Tüge kanmaydı Çiçek edip geçen tünler Kulak kalmaydı Mumam benim kuçiğidim Bağrıdaki kuçiğidim Düşüremeydi Şundan bakattı Zavulduğun yüreğine Mekene kattı Kaçıp geldim babana Saklayman baba Diyensiz o Kalesiz Bizning parvoz bosqichimizda mahirlarimiz o'zining naqsh etishdan boshqa alayliklarni namoyon qilib bo'lganda xo'sak bog'liq ustozlarimizning qimmatli taklif fikrlarini anglab baqsaq. Muhtarjam G'olib elektronlik realda 3 achal amni sanchako deymiz ku. Aslida men o'ylayman cho'qim o uyg'urcha 3 achal degan ism shu muzikani o'rlab keldingiz. Ko'rinib turibdi. Siz shu elektronlik real chelishda asos mahoratni xeyli puxta egallabsiz. Muzika sezimingizmi, ifodalashingiz shunchalik yaxshi bo'ldi. Omad yor bo'lsin. Rahmat. 2 nomerlik mahirimiz Gulpiya Yusuf. Chat musul etgapsiz bu bosqichda. Usul harekatlaringiz shunchalik o'zgacha, har bir bosqichdagi har bir ulug'an millatlarning usulimi shunchalik jonliq, nafs bo'ldi. Sizga omad yor bo'lsin. Rahmat. 3 nomerlik mahirimiz. Endi rost gapni qilsam, men siz kelganda bu qitim rasman nima deyishni bilmadim. Chunki sizning ep kelgan nomeringiz abjash. Her xil mesela onun için etot deyimiz, etot bağımlıca naqsh etdiniz. Her xil şekildeki bizim sanat türlerimizni küçük cuglanma halatga akilib mustaq bir nomer epkapsiz. Sizning g'ayratingizga barakallah. Sizga omad yor bo'lsin. Rahmat. 5 nomerlik mayirimiz Riyad Yusuf, momam etqan cho'chak degan naqshni epkapsiz.
Ko'rinib turibdi, siz yalğız naqsh etish jihatida emas, mushu aktyorlik, ya'ni mushu o'rinlash jihatimi belgilik universal bilimlarga ega bo'libsiz. Bo'libmi siz naqsh etgandagi yuqori ovozdagi mushu eg'iz taraf ichilish harakati menga bek yardi. Biz naqsh darsida o'quvchilarimiz talabni qo'yamiz. Chunki ko'p hollarda shuncha qadam o'rinlayolmaydi. Siz yuqori ovoz kelganda mush eg'iz jog'aylarning ichilishi shunchalik erkin bemalol. Men kutgan shunchalik narsalar bo'ldi-da, sizni ko'rindi. Sizga omad yor bo'lsin. Birinci numaralık Mahir'nin nakş etişten başka yana elektronluk piyanonunu çeliş maharetini aytı yaxşı. Onun üstüge bir yanılık bakken, yeni bir üskününü püzlep çıkırış arkalık nakşininki asas melodiyasını ifadalap edi yaxşı oldu. İkinci numaralık Mahir özününki nakşı etişten başka yana usul oynaş maharetini aytı yaxşı ifadaladı. Şundakla her millet usulünün özüge has usul alayligini nati yarkın ifadalap edi. Ahmet yarılsın. Üçüncü numaralık Mahir her xil türdeki sanatlarını yığıp kıskaça ifadalap ediniz. Bu tarafdaki alaylığınızın nati yaxşı. Rahmat. Beşinci numaralık Mahir yani yuqorqi ko'rinishga momam aytgan cho'chak degan ko'rinishga moslashgan naqshining muzikalik hissiyotini ifodalashi nihoyatda gavdalik bo'ldi-da. Uning ustiga naqshininki dinamikalik aloyidliklarini ifodalashi, bartaraf qilishi, nafasni kontrol qilishi va nafasni ishlatish jihatdagi naqshi bilimlariga ifodalashi nihoyat yaxshi. Yaxshi aytdingiz naqshini. Omad yor bo'lsin. Rahmat ablizga. Muhtarcan, bu yerden elektronlik royal bilen sen sakko degan mushu naqshin muzika, hozir muzika chaldingiz, melodiyasi shunday chiroyli, qattiq yumshoqlik yaxshi chiqdi. Rahmat bo'lsin. Ikkinchi nomerlik Mahirimiz o'tkildiki usulingiz shunday yaxshi bo'ldi. Rahmat. Usul o'yinsiz tatar qizdek ko'rindi ekansiz. Ruscha o'yinsiz Ruscha yaxshi. Shunday chat usulni yaxshi o'rlab edingiz. Rahmat bo'lsin. To'xta qayum. Senin royonda ne gözüm? İtotu yamak kızı kezdi. Ma itotu şuna pez oyundan. Yaxşı. Nimdeyimiz de sana ahmetleşti başka gap yok. Rahmet. Riyad. Ma ötküldü ki ma numaron bek tesirlik oldu. Aktörlük bilimim şu kadar baken. Mağama en yargan yeri avazın. Avazının orni. Nakş etiş avazın. Bu şu ilmi ulunuşçu yoqurus tönünün amni ulunuşu xuddi bir düglek turbu o'xshashadimi ulug'liq ki. Bizning shu kelgusi avlodlar naqshlardan, kasbiy naqshlardan kutilgan umidimiz shu. Müşikanoy bo'g'ilib qolmasa, ovoz o'rni bir yerda tursa, u yoq bu yoqqa qochmasa, xuddi bir tiklab qo'ygan turbudakmida o'xshash maqsad deb shu gapni biz tushuntirib bo'lmaymiz. Barakalloh sana. Rahmat Serkan. Rahmat bağlıq ustazlarımızga. Daqta qulağına bilet taşlığışını elip, özünle yaxşı kögen mahirga məsuliyyətçilik bilen bilet taşlısanlar buldu. Bilet taşlaş. Başlandı. 10, 9, 8, 7, 4, 3, 2, 1. Mübarek olsun. Bizden keyingi basqışımız ötken mahirler sizlerini təbriklayımız. Onda xosa tüvəngli düşüb, təyərliklərinlə qıqaştırsanlar buldu. Mərhəmət. Mərhəmət. Qanda şüb ketdik ki bu. Qanda olmadı. Biz için nəhayət obdan fürsət oldu. İtot oynağınımız nəhayət bəh yaxşı oldu. Məqsəd şudur ya. İtot oynağıl gəlgən var. Şu bir meydanla oynamazsaq. Bir oynamagan bolsam dedən bir arzu var kentikdə. Ama kalbimni tushuntirib, shu demakchi bo'g'inimni azroq bir jari qilib deb. Müş fürsətdə bir yürək sözünüz də olamısın sən? Meni yürək sözüm hem şu nava qatnaşqanlığım üçün nəhayət xoş. Rahmat. Rahmat sizga mo. Rahmat hamsa. Sizga ko'pdan ko'p rahmat. Unda xosa bizning qeyrindaşlar basqıçımız başını şalda turadi. Bizning maylarımız özünün qeyrindaşları bilan qandaq esil nomerlarni ep keldikin birlik ko'rib baqaylik. Bo'ladi. Bizningki keyingi basqıçımız qeyrindaşlar. Çok birer
Aldı pişkan aklını Dehkan ulu Dehkan ulu Dehkan yuri alamıyor Güldümü çeksen işik Karşı alar kulaç girip Uzdan nene gece Ak yol tele dua verip Dehkan ulu Dehkan ulu Dehkan yolu alamıyor Al gel vay tergini Dirilini uğruk emez Tahtedek dursa dili Dehkan ki bulur demez Tahtedek dursa dili Dehkan ki bulur demez Dehkan ulu Dehkan ulu Dehkan yolu alamıyor Dehkan ulu Dehkan ulu Dehkan yolu alamıyor Dehkan yolu Assalomu alaykum. Ketdilar. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Tunish bir ijroyini ko'rib qoldim men. Ha, Abdurrasulni tanib qoldim. Nima Balki programmamiz tomoshabinlarni qatnashgan. tanigan bo'lishi mumkin, ha? Ko'rgan bo'lsa shu sanni. Undan so'ng Muxtarjon bir hamkorlashuvchilaringizni bir tanishtirib o'tgan bo'lsangiz. Bu yoq ismi Abdurrasul demsam deb bo'ldinglar endi. Ishimiz bir ishxonada, shu Munkiy studiyasida bir ishxonada ishlaymiz. Naytda bir tuqqan qarindoshlardek yaxshi o'tamiz. Bu yoq ismi Anvarjon. Şinjan Sanat İnstitutida muzika ma'rifati o'qiydi. Mening yaqin og'inam bek yaxshi do'stim. Bek chiqish qilib. Qarshilamiz. Muxtarjon hamda bu qarindoshlar bosqichiga bu naqshini olib kelishingiz bir maqsad bormi yoki? Bor. Chuqur bor. Maqsad bormi? Shaxsan men bir oddiy bir dehqonning bolasi-chi. Ota-onam mush dehqonlarning qanchalik ulug', qanchalik jafokash ekanligini o'zim bilman. Shunglashgan mush naqsham orqali shu mahallamdagi va mush butun Shinjongdagi barliq dehqonlarimizning ko'ngli huzur beg'ishlay olsam deb shu mush naqshni qo'ygan. Rahmat. Rahmat, buni murakkatsiz rahmat. Qarindoshlaringizning sizga yurak so'zi bormidi? Shu o'zimniki inimdek, ina do'stim bir ishxondagi endi pas mo'riga tirab biz birga xizmat qilyapmiz. Shu qarindishimning bugungi navosanistiki utuqlarga, bundan keyingi ishlarga natija va utuq tilayman. Hamkorligingizga ko'z tegmasin, unda bo'lsa arama ag'ishtiramizlar. Marhamat. Unda bo'lsa keyingi maylarimiz o'zining qarindoshlari bilan qanday nomerlarni olib keldi? Birlikda ko'rib boqaylik. Marhamat. Rahmat. Hayran bulup sayrayman canım Sen yarımın önüne gelsen
sen benim nigorimsan. Bulbulum bulay, şakıla kolay, gülge yarım, yarım olsa, ben yarım bulay, ben yarım bulay, yarım ben bulay. Bal yasa gül, bal yasa, gülge dolgan bal yasa. Almışsın gülşiniga, gülşen hemrahim sen yaşa. Assalamualaikum Danyar. Assalamualaikum Aleykümselam. Danyar. Waalaikumsalam. Danyarni bizning nava programmamizning ko'rurmanlari tunuydi. Programmamizga qatnashib hammaylanda shunday yaxshi ta'sir qoldirgan bir mayirimiz. Bugun mayir sifatida emas, hamkorlashuvchi sifatida qatnashdik shunday qilib. Mahir bo'lib qatnashsa yaxshimikan? Mahirlarga hamkorlashuvchi bo'lib qatnashsa yaxshimikan? Navaga. Hammasi yaxshi. Hamkorlashuvchingizni siz tunishtirmasangiz o'zimiz tunishtirib atdik-a. Endi Danyar bilan qandaq bo'lib hamkorlash munosabati bo'lib qoldinglar? Burun tunishamdinglar yoki tanishdinglar? Shunday. Men Danyarni qarindoshlar sahifasiga qatnashtirish orqali yaxshi natijalarni qo'lga keltirishimni umid qilib, shuning bilan Danyarni taklif qilib, shuning bilan mashq qilib, andin nova programmamizga qatnashdik. Kelib, uni etdiqdan. Shunday. Bo'ldi, sizlarga utuq tilaymiz. Rahmat sizlarga. Kulib qo'ydi. Rahmat Danyar, sizga utuq tilaymiz. Rahmat. Bo'ldi, undaqda qarindoshlar o'tganimizdagi eng oxirgi nomerni birlikda ko'ramiz. Albatta, bu yerga olqish kerak. Rahmat ko'pchilik. Rahmat. Ben seni parlatan bir güne ayvanıyım yatayım o yâre. Ben seni parlatan bir güne ayvanıyım yatayım o yâre. Altı günlük alemde senin bedenini tatayım o. Altı günlük alemde senin bedenini tatayım o. Yol bolsun ki can yol bolsun, başka iziniz gül bolsun. Yol bolsun ki can yol bolsun, başka iziniz gül bolsun. Adım derya keşker yürgüler, yol tadım su işkerli yâre. Badım derya geçken yürgüler, ol tadım su işkerli yâre. Ben yani sığılganda, kanadım yokken uçtu eli. Ben yani sığılganda, kanadım yokken uçtu eli. Yol olsun ki can yol olsun, başka iziniz gül olsun. Yol olsun ki can yol olsun, başka iziniz gül olsun. Yol olsun ki can yol olsun, başka iziniz gül olsun. Yol olsun ki can yol olsun, başka iziniz gül olsun. Riyad. Çok nakşedim birini tayyorlab kelibsizlar, ma qizlarni chiroyli qushlarni o'ynab berdi. Tomoshabinlarimiz shundoq moslish bilan chiroyli o'ynab berdi. Rahmat tomoshabinlar. Rahmat sizlarga. Bir tanishtirib o'tgan bo'lsangiz. Moyoq mening eng yaqin do'stim Ilyar bo'ldi. Ilyar Ahmed. Ilyar. Moyoq Arzugul, Nurbiyama? Yo'q. Nurimamma? Nima? Nurnabi. 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 Moyoq Shamsiya, Moyoq Mehribon, Gulmira Acham, Kesib Peshi. Tayir, bo'ldi.
Şu yakın dostunuzun çok yürek sözü var. Zorluk yakınız ben seni çıkamazsa. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, yaxshimisizlar? Do'stim ham savodishim Riyodga utuq tilayman, uni omad yor bo'lsin. Rahmat. Xudo olsa sizlar bilan chiqargan navbat bo'lsanglar biz qolgan mahirlarni taklif qilib, ba'zi ustozlarniki ularga bergan baholarni anglab o'tgan bo'lsak, bizning birinchi nomerlik mayorimiz Muxtar Dehqon ulug' degan naqshni o'rlab berdi. Dehqon ulug' bu nomli naqshni Shirali Altekin, bizning Abduqodir Yarili, Mavlon Ush aytgan shunaqmi? Shundoq. Ashtaqa deymi? Ashtaqa. Televizorda aytganda bu naqshi yomon keng xalqimiz bak yaxshi ko'rib ketdi bu naqshni. O'zim melodiyasi chiroyli, dehqonni ta'bir madiylaydigan tekstlarni nimadan yaxshi ko'rdim. Uchunlar hamkorlik ovozinglar yaxshi, shuni yaxshi aytdinglar. Ahmet yor bo'lsin. Rahmat. İkinci numaralık mayırımız Gülpiye Yusuf. Seyirlik almadaki bulbulun bolay degen. Şunçilik özünüzün avazıga düşüdüğün, mas keladigan naqshini tanlap siz. Oğul hemrayınız mı siz bilen yaxşı maslashib, avazыңlar şundaq yaxşı yeyishibdi. Yaxşı etdinglar. Avaz tutsanglar mı özara maslashibdi. Sizga Ahmet yor bo'lsin. Rahmat. 5 numaralık mayır icra qilgan numarim nayt yaxshi. Onun ustiga usullarning qurilma shakli naytda go'zal bo'lgan. Hammasi birikib sahnada nayt qizg'in bir kayfiyat shakllanadi. Tomoshabinlarga shundaqla hammamizga estetik so'q bag'ishladi deb qarayman. Ahmet yor bo'lsin. Rahmat abizga. Tomoshabinlar halqiliq bosqich qadam qo'ydik. Undan qo'sa qo'linglarga bilet tashishni ilib, o'zinglar eng yaxshi ko'rgan mahirlinki rad nomerini yuqori ovoz to'lab, ularga madad bergan asosda bilet tashlasanlar bo'ldi. Undan qo'sa bilet tashlash boshlandi. 10 9 8 7 4 3 2 1 Natijalar ko'rsanlar bo'ldi. Natijalarni ko'rib beqinglar. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Bizning haftada bir yulduz bosqichimiz qadam qo'ygan mahirlar sizlarni tabriklaymiz. Muborak bo'lsin. Tuangi tushib tayyorliklaringlarni Keyingi bosqichga tayyorlik qilsanglar bo'ldi. Marhamat. Muxtar Jam bir hozirgi bir hissiyotingizni, ko'ngil so'zingizni bir anglab o'tgan bo'lsak. Hozirgi hissiyotim intayin yaxshi. Men shunday his qildim. Chunki men shu tayyorlik qilgan o'zimni chaldigan muzikalarimni, aytadigan naqshlarimni hammasini chiqarib oldim, shu qarindoshlarim bilan sahnaga chiqib yaxshi nomerlarimni chiqib oldim. Shu yaxshi. Shu yaxshi. Bu nova programma sizni ham qarshi oldi. Rahmat. Bundan keyin kishilaringiz texnik mutlaq tilaymiz. Marhamat, salomat bo'ling. Bo'lsa, keyingi bosqichga o'tib ketamdiq. Bo'ldi. Bizning keyingi bosqichimiz haftada bir yulduz. Ay çıkıp köyende bulutlar arasıydı. Ay çıkıp köyende könlüm benim yığlaydı. Yaradım kıyat kende könlüm benim yığlaydı. Yaradım kıyat kende Acep çağlar idi şu ben yar bilen oynagan Acep çağlar idi şu ben yar bilen oynagan Sular geçip geçide derya boyu boyligan La 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 la
ichida daryo suvlar kechib kechida daryo bo'yi o'ylayman daryo bo'yi Vücudumga akıl berip, meni candan aziz bilip, meni bekip östürgen anam. Müşakkatga bulup kalkan, bana şadlık ata kılgan, baxt tilep dua kılgan ata. Gülge bulup her işimde, medet berip yandirimda, to'g'ri yo'l ko'rsatgan ota onam. Ulga bo'lib har ishimda medet berip yandirimda, to'g'ri yo'l ko'rsatgan ota onam. Ana gülke üzülmüşsün, külüp durgan nurlu çikrindin. Ata kadın dökülmüşsün, olmay mengü senin izindin. Ana gülke üzülmüşsün, külüp durgan nurlu çikrindin. Ata kadın dökülmüşsün, bana izindin. Ülge bulup her işimde, medet berip yandirimde, to'g'ri yo'l ko'rsatgan ota onam. Ana kulga üzülmüşsün, kulib turgan nurli chehrindin. Ota qadin to'kilmishsin, bo'lmay mangu sening izindin. Ana kulga üzülmüşsün, kulib turgan nurli chehrindin. Ota qadin to'kilmishsin, mana izindin. Ana kulga üzülmüşsün, kulib turgan nurli chehrindin. Ota qadin to'kilmishsin, bo'lmay mangu sening izindin. Ana kulga üzülmüşsün, kulib turgan nurli chehrindin. Ota qadin to'kilmishsin, mana izindin. Ota qadin to'kilmishsin. Bana Xo'sh, qadrli tomoshabin do'stlar, ekran oldidagi televizor ko'rish do'stlar, ko'rayotganinglar Xinjiang televiziya stansiyasi bilan Dastivot madaniyat tarqitish shirkati birlikda uyushtirgan Xinjiang Chin Nuriy Biyo-fan texnika chekish shirkati alohida qo'llagan Yangi Navo programmasi. Programmamizning eng oxirgi o'tkilda 2 nafar mahirimiz o'zining naqshlarini aytib bo'ldi. Demak, mushu 2 mahirimizdan biraylan bizning bu haftalik yulduzimiz bo'ladi. Endi qarab baqsaq, programmamizning bosh qismida mush 2 nafar mahirimizni haftalik yulduz bo'la oladi deb faraz qilgan 2 tomoshabin do'stimiz qayerda o'tadi ekan? Xo'sh, demak, mush 2 nafar tomoshabin do'stimizning biraylan bugungi tanlaylik tomoshabin do'stimiz bo'ldi. Qani kim bizning bu haftalik yulduzimiz bo'la oladi? Qani kim bizning bu haftalik
Tallaylik tomoshabin do'stimiz bo'lalaydi. Albatta, mukofot bo'yimiz boshqa Ramila. To'g'ri paraz qilgan tomoshabinimizni Jungodagi 3 darajalik ishonchli korxona Xinjiang Pakta Sodi chekish shirkati ta'minlagan 3 darajalik iste'molchilar rozi bo'lgan mahsulot sapta va alaydi sovg'at hasli bilan mukofotlaymiz. Shirkati ishlab chiqargan 800 yuan qiymatidagi xalqaro GNP o'lchimida ishlangan oqsil talqini va ko'p xil vitaminlik oqsil talqini bilan mukofotlaymiz. Oylik yulduzimizni Xinjiang muallim elektron fan texnik shirkati ishlab chiqargan Android aqliy iqtidorlik Uyg'urcha mashg'ulot sistemasi qo'llanilgan ko'p tillik lug'at izlash, o'tir boshlang'ich maktab darsliklarini chakma o'rganish, yondosh mashq, sin darsxona qatorliq mo'l o'rganish iqtidoriga ega muallim bilifat bilan mukofotlaymiz. Yillik chempionimiz bo'lsa, diyorimiz Oltin Zubizna sohasidagi Bayroqtar korxona Xinjiang Baxtiyor Zargarchilik tuguni uzundan beri o'zini qo'llab kelayotgan keng xalqimizga rahmat aytish yuzidan yangi navo programmamizning yillik chempioniga bir avtomobil sovg'a qiladi. Albatta programmamizni yaqindan qo'llab, ayol riyosatchilarning kiyimini ta'minlagan Adil Sulsari 3-qavat favori kiyim-kechaklarni maxsus etish do'koniga shunaqlab riyosatchilarni pardozlagan Xishin gulliki uduldiki tuyg'u, to'y girim, to'y suratchiligiga chin ko'nglimizdan rahmat aytamiz. Ham shundaqla mening kiyimim ta'minlagan har turli kiyim-kechaklariga chin ko'nglimizdan rahmat aytamiz. Rahmat sizlarga. Rahmat sizlarga. Shundan birga programmamizni alayda qo'lgan xushallik to'y mulozimat markaziga rahmatimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Rahmat. Qadrli tomoshabin do'stlar, ekran oldidagi televizor ko'rgich do'stlar, albatta eng oxirgi tanlash huquqi yana naq maydondagi tomoshabin do'stlarimizda oldi bilan taratqular vakillarining kim uchun qo'lidagi qimmatli 10 nomerni berishni xohlaydiganligini ko'rib boqamiz. Ikkinchi nomerlik mayirimizga bilet tashlashni xohlaydigan taratqular vakillari taxtalarni ko'targan bo'lsanglar 30 nomer muborak bo'lsin. Bizning 5-nomerlik mayirimiz Riyodga bilet tashlashni xohlaydigan taratqular vakillari 1 2 3 4 5 50 nomer muborak bo'lsin. Halkılık basqışqa qadam qo'yish oldida turyapmiz. Shikinglar bek chetilishyapsizlar. Bizmi shundaq. Undaqda bizning bu haftalik yulduzimiz zodi kim bo'ladi? Qo'linglarga elektronlik bilet tashlashni elib o'zinglar eng yaxshi ko'rgan mahirga bilet tashlashni boshlashinglar bo'ldi. Albatta bu yerda tavsiyamiz shuki, mas'uliyatchanlik bilan, odillik bilan haftalik yulduz bo'lishga munosib deb qaragan mahirga bilet tashlashinglarni tavsiya qilamiz. Bilet tashlash boshlandi. 10 9 8 4 3 2 1 Nava programımızga qadam tashrif qilib, ko'pchilikka o'zing yiqimliq naqshlarini so'qqan barliq mahirlarimizga chin ko'nglimizdan rahmat aytamiz. Bizning qalbimizda barliq mahirimiz Cho'lpan. To'g'ri paraz qilgan tomoshabinimizning mukofoti. Muborak bo'lsin, muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Sovg'imizni qabul qiling. Xo'sh, undaqda bizning baholug'chilarimizni bu haftalik yulduzimiz Riyodga Nava lonkasini yetkazib berishga taklif qilamiz. Marhamat.